Kia bilan bir akamiz tortishyaptilar, ancha kundan beri kurashyaptilar. Lekin Kia katta zavodda, lekin NBN jamoasida mashina olsangiz, bunaqa problemaga duch kelmaysiz. Chunki bizda mana shu Kia'ni olib ketasiz, yoqmasa bir haftagacha alishtirish imkoniyati bor. Bizda mashina eski mashina bo'lsa ham. O'tirgan mashinamiz Kia Cabish'da 3-pozitsiyasi bo'ladi. Gazlar qo'yilgan, to'rtta yumshoq balonlar qo'yilgan. Hali agar sizlarga ko'rinib bo'lsa, salafanlari bilan turibdi. 2023 mana bu yerda salafanlari bilan. Xullas holati juda ham a'lo holatda. Bu chista koreyskisi bo'ladi. Xullas hech qanaqa ayib nuqsonlari yo'q. Yana bitta yangiliklar qildik. Shu narxini ichida shu skidkasi bor. Samarqandlik mijozlarimiz Andijonlik mijozlarimiz uchun bizda eng ko'p kuzatadigan Samarqand Andijon ekan. O'sha mijozlarimiz uchun skidka beramiz. Samarqandliklarga, andijonlik tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Narxi $22,500 qilib belgiladik. Bunaqasi faqat NBNda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.